Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Xivadagi boshlagan obyektimiz, haykalimiz bitdi. Qaranglar. Вообще bir boshqacha neobычный stilda chiqdi. Qaranglar. Bu ishimiz ikkinchi sloya Qirg'iziston travertini bilan Ko'ksaroy granitini aralashtirib qilib berganmiz. Qaranglar. İdealni chiqdi ishimiz. To'rttala tarafi ham bir xil bo'lgan mana. Qaranglar. Kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, usta bolalarga murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ishlaringizni xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib beramiz.